Ana ketyapmiz pastga tushib, Vodiy Perval Qamchiq dovoni. Ana reklamalar. Mana şurada mana. Qanday go'zal joy, kelinglar, aylaninglar. Mana bu yerda yangi nima ko'prik bor, mana osma ko'prik. Bunaqa o'titiyon. Mana böyle uzun, mana ko'rinyapti, mana shu odamlar o'tadi. Bu yoq mana balandlik. Balandga chiqib ketyapti boshida. Sekin birinchi palasada ketamiz, avarangacha yoqib qo'yib. Shoshilmasdan. Avaranka o'chirsak ham bo'ladi. Chiqqanlar nima qilmasin, mana ana shu yerda 30 mingmi bitta mostdan o'tish, 30 mingmi 40 ming shunaqa. Trosligi ham bor, nimaligi ham bor. Bu joyni taniganlar bo'lsa, biladi, kelganlar bo'lsa. Kelmaganlar tavsiya qilamiz, kelinglar, aylaninglar, zo'r joylar. Ish bo'lar ketar, aylanganlar joylarda qolar. Qanday chiroyli joylar. Ko'kalamzor. Aylanib, zigzag bo'lib tushganda yo'llar. Ashtu o'rdagi yo'llardan o'tib kelamiz ana. Aradar 50 qo'yan, 50 tezlik katta mashinalar undan ziyod yurish mumkin emas. Mana pastlik, ana shundan tushamiz hozir. O'zbekiston mana orqadan qor ko'rinyapti, tog'lardan, oynadan ko'rinyapti. Teppa qor bor, teppa doli. Qorlar bor. Ham ishlaymiz, ham sayohat dedik-ku, ham ishlaymiz, azob ko'ramiz. Kimlar yengil ko'rinadi bu ishlar, lekin azobi ham bor, uyqu yo'q. Ba'zan uxlamay haydaymiz, ba'zan uxlaymiz. Shu kechana kelib yotandim. Endi turib uyqudan pasat tushib ketaman. Oshim buzildi, azob berdi. Azobi ham bor, rohati ham bor. Ko'pchilik bu yerlardan har kun o'tib esda qolib ketgan har bir to'chkalar, ko'pchilik olib kelmagan. Ish tashish bilan odamzod vaqting ham bo'lmaydi-da, kelib bu yerlarni ko'risha. Ro'zg'or deysan, balachaqa deysan, uy imorat deysan. Shu bilan kunlar o'tib ketyapti. Ana hozir qor ko'rinar ekan mana. Tog'u uchidan qor bor. Bugun may 14mi shunaqa chislarda, 14-may bugun 2025. Muzika qo'yib berardim, afsuski ishlamay turibdi maytafonim, elektriga borishim kerak, ishlamayapti. Nima bor? Ekran bosh ishlamayapti. Chambarlar qo'yilgan yerda.
tormozlab retarda ham qo'shiladi, tormozlab tushamiz-da, retarda ham ishlaydi. Tormozni ba'zan bosib qo'yamiz-da. Havas etganda bo'lsa, kela olmasangizlar ham mayli, ana shu YouTube'dan ko'rsangizlar, like bossangizlar, podpisatsiya bo'lsangizlar, men qayerga borsam video qilaman. Qaysi viloyatga borsam, qaysi respublikaga borsam video qilaman qo'limdan kelgancha, vaqt bo'lgancha. Ko'pincha vaqt bo'lmaydi. Yukib olib bordik, yuk tushiramiz, razum video olish vaqt bo'lmaydi. Imkoniyat daraja boricha syomka qilamiz. O'zim Qirg'izdan kelam, Qirg'iziston borandim, Qirg'izistondan yuk yuklab kelaman. Qirg'izistonliklar bo'lsa, alangali salom. Kim qayerdan bo'lsa yozib qoldiringlar, shu yerga borib syomka qilaman, shu viloyati, shu respublika, shu yerga borsam syomka qilaman-da. Musofirdagilar sog'ingan bo'lsa, shu o'zini qishlog'ini, yurtini, masalan, viloyatini sog'ingan bo'lsalar, kim bo'lsa yozinglar, qaysi viloyatga borsam syomka qiling aka deb yozsangizlar, qo'ldan kelgancha shu viloyatlarga yuk olib boranimda syomka qilaman. Nasib bo'lsa, Xudojonim ishlarimiz rivoj berib, oq yo'l bo'lib to'xtasa, qilamiz syomka qo'ldan kelgancha. Go'zal tabiatlar. Qilib sekin tushamiz ana qara. Qanoq chuqurlikda, bu yo'qlar chuqurlik. Mana. Aylanma yo'l, mana tog' qo'yni. Archa, ko'kalamzor. Mana pastda dachalar bor, mana sutishni dachalar bor. Sut kelsa sinomat etib yotib qolsangizlar bo'ladi, sutishni dachalar. Uylar bor, zo'r joylar bor ekan bu yerda vobshe. Gap bo'lish mumkin emas, O'zbekistonimiz go'zal. Ko'z tegmasin. Bundan ham chiroyli bo'lsin, bundan ham yaxshi bo'lsin. Bor, medpunkt bor. Sharoitlar yo'lda vobshe zo'r, umuman kamchilik yo'q yo'ldan. Sharoitlar ana zakonni qilib qo'yilgan. Qishda ham, yozda ham. Kelib mana bu yerda dam olishdan joylar ham bor. Suv ichadilar, suvlar, narsa sotadilar bu yerlardan. Mana suv kelibdi, oqib. O'sha tepadan tog'dan suv zapravka qilib olibdi sho'pirlar. Qancha qarasang ham, qancha tomosha etsang ham, qancha shu yerdan o'tamiz, har doim shu yerdan o'tamiz-da. Lekin bar yana shuncha o'tsak ham yana tomosha ko'z to'ymaydi, tomosha qilasi kelaveradi. Yana qaraysan, yana kundan kun go'zal bo'lib boraveradi.
amakani ishlab qaytoptana. Qor. Tog'u ichida qolgan qor ozgina. Sho'pirlar asta-asta shoshilmasdan ketyapti. Nima deganda, nimada chuqurga tushish ko'pchiliklar tormozi qiziydi, boshqa bilan mashina azob bermay sekin-sekin tushadilar. Sekin-sekin tushib nima qiladilar? Savdochi, bizneschi. Xaladinni kerak emas mana. Krantga qo'yilanaman narsani. Mana kifir deysizmi? Yaxtaki suvmi farqi yo'q. Hammasi zo'r. Sizlar mana shunaqa mashinalar minish nasib qilsin. Yangi mashinalar mining sizlar mana shunaqa yo'lda yurib, mana shunaqa videolar syomka qilishlar ham nasib qilsin. Kim orzu qilsa, orzusa yetadi, erdi kech, erta kech farqi yo'q. 10 yil bo'lar, 15 yil bo'lar, 20 yil bo'lar. Zato yuragiga tugdimi, u narsani amalga oshar ekan. Faqat harakat qilish kerak chin dildan. Bir kishi havas qilinglar, tamom, Xudo beradi. Havas qilib, men ham shukr bo'lay iloyim deb Xudodan so'ranglar, Xudo yetkazadi, обязательно yetkazadi. Vaqt soati bilan hammasi. Mana shu arada ham dachachalab, shu yerda mana. Teppalarda mana kelib sutkasi ya. Oilaviy kesajlar ham bo'ladi, og'ayni jo'ralar bilan kesajlar ham bo'ladi.